Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Shamshod Babik. Xo'sh, biz bugun YouTube kanalini tasdiqlashni o'rganamiz. Xo'sh, hozir sizlarga o'rgatib o'taman. Mening telefonim Android bo'lgani uchun brauzerga birinchi kirib olaman. Xo'sh, bu juda ham foydali video. Xo'sh, oxirigacha ko'ring, tavsiya qilaman. Bu yerdan biz mana YouTube degan joy bor. Xohlasangiz YouTube'ni o'zini yozib olishingiz ham mumkin. YouTube deb birinchi yozib olamiz. Mana youtube.com kirib oldik. Mana bizga YouTube o'zimizning akkauntimiz. Bu yerda akkaunt ulangan bo'lishi kerak. Mana bu yerda turuvchakcha. Xo'sh, qarang. Bu chiqish degan mavzularga qaytadan ko'rsatib o'taman qanday kirish kerakligini. Mana boshlash degan, mana o'ng tarafda kirish degan ko'k bilan yozilgan tugmacha bor, shuni bosib olamiz. Bu yerda o'zim Google akkauntdan kira olamiz. Bu yerda parol yozib olishimiz kerak. O'zimiz Google parolimizni, ya'ni Gmail.com parolini yozib olishimiz kerak. Xo'sh, ketdik. Xo'sh, yozib oldik. O'z menga ulangan, sizlarga ko'rsatib berish uchun o'zim qaytadan kira olaman. Mana kirdik. Mana yanda hozirgidek bo'lib kirdi. Xo'sh, bu kompyuter rejimni yoqish uchun desktop degan yozuv bor, shuni yo'q olishimiz kerak. Hozir menda yo'qilgan. Kirib ketib qoldi. Hozir menda yo'qilgan. Bitta gap. Endi kirishni o'rgataman. Tasdiqlash, kanalni tasdiqlash. Ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Raqam noto'g'ri yoki kod kelmaydi. Hozir shuni ham batafsil aytib o'taman. Xo'sh, bu yerda YouTube Studio, agar sizning tilingiz O'zbekiston tanlagan bo'lsangiz, ya'ni O'zbekiston tanlagan bo'lsangiz, YouTube Studio deb chiqadi. Ruscha yoki ingliz bo'lsa boshqacha chiqishi mumkin. YouTube Studioga kirib oldik. Xo'sh, kirdik, mana qarang. Xo'sh, bu mening kanal statistika, yangi video, har xil narsalar. Bu yerda pastda chap tarafda mana sozlamalar belgisi bor. O'sha yerga kirib olamiz. Bu yerda umumiy asosiy birlik valyuta, bu monetizatsiya, YouTube pul berishi. Xo'sh, bu yerda kanalga kirib olamiz. Ikkinchisi ishlardan chiqamiz. Ikkinchisiga kirib olamiz. Funksiyalarga ruxsat degan mana. Birinchisi standart funksiyalar, video yuklang, playlist yarating. Playlistlarga yangi hammualliflik. Bu menda yo'qilgan. Bu yerda ikkinchisiga kirishimiz kerak. Oraliq funksiyalar 15 daqiqa. Agar biz YouTube kanalimizni tasdiqlasak, 15 daqiqadan uzun video va jonli efir va maxsus eskizlar, ya'ni avatarga qo'shishimiz imkonini beradi. Ya'ni o'sha video yaratgan videongizga avatarga qo'shsa bo'ladi va 15 daqiqada uzun video qo'ya olasiz va jonli efir qila olasiz. O'sha menda kanalim tasdiqlangan. Agar tasdiqlamasam, jonli efir aytib o'tganimda o'sha 3 ta narsani qilib bo'lmaydi. Xo'sh, menda yo'qilgani uchun hozir kirib bo'lmaydi. Agar sizda yo'qilmagan bo'ladi, mana bunda maqbul degan yozib turgan bo'ladi, shuni kira olasiz va nomer kiritasiz. Eslatib o'taman, nomer hech qanday Gmail.com ga ulanmagan bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa yangi nomer olishlarini maslahat beraman. Chunki yangi nomer toza bo'ladi. Hech narsaga ulanmagan bo'ladi. O'sha nomerni kiritasiz. 998 dan kiritmaysiz. Shunchaki O'zbekiston tanlaysiz mintaqadan. O'sha 94likmi, 93likmi, 90likmi o'sha nomerni kiritasiz. Keyin nomerga kod keladi va o'sha kodni tersangiz kanalingiz 24 soat ichida tasdiqlanadi. Men ham o'zim ham yaqinda tasdiqlab oldim. O'rganib. Rahmat.
bizni kuzatib o'tirganingiz uchun videoni yakunlash majbur.